Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik xəbər analizi proqramımızı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, bugün 2026 yılı 6 iyun şənbə. Hər şənbə günü bir həftə cəryanında vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini analiz qan şəkildə huzuruna sunub gəliyatımız. Qanundaqda aldı bilən bu həftədəki xəbərlərimizdən mavzularına göz yugurtub ötəyli. Fukuyama Xitay haqqındakı fərzining xata chiqqanligini e'tirof qildi. Xitoyning Sharq Turkistonda g'oyat zo'r yadro aslaha to'g'ri qurayotganligi oshkorlandi. Beşköz ittifoqi Xitoyning josuslik harakatlari haqida ogohlantirdi. Sharq Turkistondagi qamoq sistemasining yangi ko'lami oshkorlandi. Bu va bundan boshqa bir qancha xabarimiz bo'ldi. Qanundaqda boshlab ketsak. Fukuyama Xitay haqqındakı fərzining xata chiqqanligini e'tirof qildi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta amaliyotda butun g'arb dunyosi bu Xitoyninki kelgusida shu Xitoy bir taraqqiy qilsa, boy bo'lsa, bilimizga tarixini ochlik, qo'shiq to'ymay o'tgan bir xalq, ham kasal ko'p istab nom olgan bir Xitoy hamdi o'z vaqtida. Mushu bütün g'arb dunyosi nurg'un shu vaqtdagi analizchilar, siyosatchilar Xitoy boy bo'lsa, boshqa dunyo insonlariga o'xshash bir demokratiya, inson haqlariga hurmat qiladigan bundaq bir sistem bo'ladi bu yerda deb umid qilgan bo'lsa, hammasining bu kuchlari sug'uchilishib, bugun dunyo bütün siyosatchisidan tutayli hamma analizchilargacha Xitoydan kutgan bu narsaning hech qaysini ro'yobga oshmaganligini ve bugün dünyaya bala buluvatqanlığını Xitay rejimining bu komünist rejimninki nurg'un narsa davomli har kunlik o'tirib qo'yilyotdi, so'zlanyotdi. Bu shuning jumlasidan bir gap amaliyotda Xitoydan kutgan umidi dunyoning sug'uchilashganligini eng ro'shan yashayotgan bir muhit yashayotdi dunyo. Amerikalik mashhur siyosatshunos Francis Fukuyama bir necha kun ilgari Frankfurt gazetininki ziyoratini qabul qilganda, agar Xitoy hozirgi holatini davomlashtirsa, 40 yil ilgari o'zi o'tirib qo'ygan Xitoy haqidagi farzining xato bo'ladiganligini bildirdi. Fukuyama 1989 yili tarixning oxirlashishi nomli asarını e'lon qilib, xalqarada zo'r ta'sir qo'zg'agan bo'lib, mazkur asarda liberal demokratiya tuzumining insoniyat ideologiya taraqqiyotining eng oxirgi nuqtasiga va eng oxirgi idora qilish shakliga vakillik qilganligi o'tirg'i qo'yilgan. Shu vaqtida e'lon qilgan bu asarda u o'z nazariyasida iqtisodiy taraqqiyotning oxirida siyosiy erkinlikni ilgari suradiganligini, Xitoy qatorliq zamonaviylashgan davlatlarning liberal demokratiyaga qarab o'zgaradiganligini ta'kidlagan ekanda ham o'z vaqtida. Yani buni siyosatchilar kutgan yuqori degandek, amaliyotda ammo Xitoyning tuzumi kundan kuniga shunchalik boyilishib ketgan bo'lsa, nurg'un jihat taraqqiyotga erishgan bo'lsa, amaliyotda haddini aşkan bir diktatörlük tüzümününki hem davamlaşıyotganligini hemmimiz göz aldığımızı görüp turuyatımız, dünya bunu puşayman qılıp Xitoyga shunchalik yo'l qo'yilgandan keyin yana bu sistemininki o'zlarining beshiga balo bo'layotganligi haqida. Endi 40 yildan keyingi bugungi kunda Fukuyama o'z farazlarining ishga oshmaganligini, bo'libmi Trumpning yaqinda Xitoyga qilgan ziyaratidan keyin Amerikani cho'kayotgan darajadan tashqari kuch deb tasvirlashga majbur bo'lganligini, Trump 2 navbatlik vazifa muddatida Xitoyga qarata besimni ko'rinarli to'vallatganligini, Xitoy uchun aytganda buning shak shubhisiz nihoyatda cho'ng bir sovg'at bo'lganligini ta'kidlagan. Buni albatta nihoyatda kuchli his qilyapmiz hozir. Fukuyama Xitoy haqida to'xtalib, agar Xitoy navbatdagi vaziyatini, ya'ni siyosiy muqimlik, hokim mutlaq tuzum hamda iqtisodiy ishni davomli saqlab qola olsa, undaqda men Xitoy haqida o'tirib qo'ygan nuqtai nazarimning xato bo'lganligini e'tirof qilishga majbur bo'laman. Gerçi men ilgari bir zamonaviylashish farzini o'tirib qo'yib, Xitoyda o'ttir burjuaziyaning bosh ko'tarishi va xalqning ma'rif saviyasining o'sishiga ergishib, kishilarning erkinlik, qonun bilan idora qilish hamda g'arbning liberal demokratiya andisiga yiqilishish arzu talablarining tang kuchaydiganligini o'ylagan bo'lsam-mu,
Lekin bundaq ahvol yuz bermedi degan. Esinglarda bo'lsa biz istiqlolda qanchilgan qatim shu paraz haqida siyosatshunoslarning ilgari shu Xitoyga yo'l qo'yib Xitoyning oldini ochib keyin bo'lgan dunyoga balo bo'lganligini so'zlashdik, suhbatlarni o'tkazdik shu. Ammo lekin bugungi shu saviyasi oshgan bo'lsa-mu, pul boyligi ega bo'lgan bo'lsa-mu, amaliyotda bu boy bo'lgan yoki saviyasi oshganlarning hammasi kommunist rejimining soyibini ostida bo'lganligi uchun yanada ular kommunist partiyasiga qarshi chiqadigan rejimni o'zgartirgan bunday bir tushunchada bo'lanmaganligini o'tirib qo'ygan mutaxassislarimiz. Demak, mana shu nihoyatda diqqat qilishga markazlashishga tegishli bo'lgan nuqtalar shu mana. Shundaqmi Xitoyning bir qator ojizliklari borligini so'zda Fukuyama deydiki, yana bir qator ojizliklari bor. Navbatda taraqqiyot andisini eksport qila olmaydiganligini ta'kidlagan. Ya'ni boshqa dunyoga buni eksport qilish ehtimolligini ham davomli to'xtalyapmiz. Xitoyninki, ya'ni Amerikaning o'rnini elib boshqa dunyoga sota oladigan bir narsa yo'q yani. Shuning uchun buni eksport qilish nuqtasida Xitoy madaniyatini bugungi dunyoga hokim bo'layotgan bu har jihatdan ta'sir ko'rsata oladigan bir nuqtada emasligini biz bilamiz o'qiydigan. Shuningdek, albatta yana buni mutaxassislarimiz bilan analiz qilishimiz mumkin ilgirki kunlarda. Xitoyning Sharqiy Turkistonda g'oyat zo'r yadro aslaha to'g'ri qurayotganligi oshkorlandi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta pat-pat mana shundaq vatanimizning har qaysi joylarida Xitoyning maxfiy holatda g'oyat zo'r hajmdagi qurol-yarog' iskilotlari, gazarmalar, muynanaslarninki sun'iy hamroh suratlari pat-pat oshkorlanib turibdi. Yillardan buyon Xitoyninki bu yerda nurg'un yadro qurollarini sinab qilib xalqimizga ig'ir jihatda ziyon berganligini albatta bilamiz. Bu qatim Reuters agentligi maxsus tekshirib chiqqan sun'iy hamroh suratlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Sharqiy Turkistonda qo'yib berish supisi okop aloqa tugullardan tarkib topgan g'oyat zo'r harbiy ul aslaha to'g'ri qurayotganligini o'ttirg'i qo'ydi Reuters agentligi. Xabarda qayd qilinishicha, yuqorida tilga harbiy ul aslahalar to'pi o'tgan 6 yilda Sharqiy Turkistonning sharqiy qismida qurib chiqilgan 2 dona 8 taraflik aslahani markaz qilgan. Ya'ni bu yangi 6 yil o'tgan 6 yil ichida qurib chiqilgan yangidan qurib chiqilgan bir markaz ekanligi o'tirib qo'yilganda 2 dona 8 taraflik aslahani markaz qilgan. Bu 2 aslaha qumul yadro boshqarilgan bomba qo'yib berish bazalari rayonining g'arbiy janubiga joylashgan bo'lib, oraliqi ayrim holda taxminan 140 kilometr va 230 kilometr keldi-kanda buni. Bu 8 taraflik qurilishning ichida xodimlarning yotoqlari va cho'ng tipdagi harbiy mashina to'xtatish o'rni bor bo'lib, uning ikki tarafiga okop va qurol-yarog' ombiri, shundaqla 8 taraflik qurilish bilan qumul yadro boshqarilgan bomba qo'yib berish bazalarining bazalarini tutashtiradigan aerodrom va temir yo'l tuguni joylashgan. O'ylab qo'ygan g'oyat zo'r bir ya'ni bu shu yaqinda hamda isbotlangan amaliy shaklda sun'iy hamroh suratlar bilan ya'ni inkor qilinmaydigan darajada o'ttirib qo'yilgan isbotlangan bir nuqtalar. Ya'ni Xitoyninki vatanimizning har qaysi joylarida ilgari Lopnur ko'li atrofida mustaklimagan qumliqida nurg'un maxfiy joylarda qandaq darslarni ba'zilarini qurayotganligini bilamiz hamda. Bu 8 tarafli qurilishning ichida xodimlar, ya'ni Reuters agentligi uchun mazkur sun'iy hamroh suratlarini baholab chiqqan 3 bexatarlik analizchisining aytishicha, suratlarda yana elektronlik urush, sun'iy hamroh aloqasi va jang qo'mondonligiga ishlatilishi mumkin bo'lgan aslahalar ko'ringan. Bu suratlar Xitoy rejimining yo'tkilishchan boshqariladigan bomba qo'yib berish bazalari va havo mudofaa boshqariladigan bomba bazalarini uzluksiz kengaytirayotganligini, 80 dan ortiq qo'yib berish supisidan foydalanayotgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatib bergan. Maxsus mutaxassislarning buni tafsiliy analiz qilishi natijasida bu shaklda o'tirib qo'yildi bu. Mutaxassislarning bildirishicha, garchi Xitoy armiyasi suvosti paraxodlari va aeroplanlardan yadro qurollarini qo'yib bera oladigan bo'lsa-mu,
Lekin Sharq Turkistonga va Gansuga joylashgan boshqariladigan bomba qo'yib berish bazalari Xitoyning yadro kuchining yadrosi hisoblanadi ekan. Ya'ni amaliyotda haqiqiy kuchi bu yerlarda deydi yani. O'ylab qo'yaylik. Gerçi bundan ilgari mazkur 8 tarafli qurilishlarning mavjudligi xotirlangan bo'lsa-mu, ilgirki nimalarda bu qatim Reuters agentligi uning to'rlashtirilgan ko'lami haqida tunji qatim maxsus xabar e'lon qilingan. Yani her birisining oralig'ida qarab qo'yadi yuqori deyilgandek 140 kilometr va 230 kilometr kildigan darajada hammasi bir-birisiga tutashtirilgan, ham uchish yo'llari tutashtirilgan, harbiy avtomobillar qo'yilgan maxsus organlar nihoyatda tafsiliy holatda o'ttirib qo'yilgan bir dokulat maxsus bir xabar bo'lgan bu hamda. Demak, Xitoyniki vatanimizdagi yani planlarning kelgusi uchun o'rnashtirilgan planlarning qancha ekanligini ro'shan bir shaklda o'ttirib qo'yapti. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Besh-ko'z ittifoqi Xitoyning josuslik harakatlari haqida ogohlantirdi. Albatta, davomli holatda anglab kelyapsizlar bu turdagi xabarni. Nurg'un davlatlar shunchalik tadbirlarni elayotgan bo'lsa-mu, oqidan Xitoyning har davlatlardan chiqayotgan bu josuslari har xil yo'llar bilan Xitoyning singib kirish, ma'lumot o'g'irlash, odam sotib olish bu ishlarni to'xtovsiz davom qilayotganligi har doim o'tirib qo'yilyotdi va kunsir ko'payyotdi bu masalalar. Bu qatim Angliya, Amerika, Avstraliya, Kanada va Yangi Zelandiyaning istixborot organlaridan tashkil topgan Besh-ko'z ittifoqi birlikda e'lon qilgan bir qisqa dokumentda Xitoy josuslarining Upwork, Indeed, LinkedIn qatorliq xizmat izlash to'rbatlaridan foydalanib, saxta xizmat o'rni e'lonlarini tarqatayotganligini bildirdi. Yani bu orqali bu to'r orqali boshqalarni o'zininki xizmatiga saylash. Yani tafsilotli nurg'un masalalar tilg'ilingan buniki BBC'ning aloqador xabarida qayd qilinishicha, Besh-ko'z ittifoqi bu vaqtda ogohlantirib, Xitoy josuslarining strategik va taktikalik afzallikka ega maxfiy harbiy, siyosiy va iqtisodiy uchurlarga erishishga urinayotganligini, xizmatga iltimos qiluvchilarning keyinchi besimiga uchrab, Xitoy harbiy josuslik organlarining foydalanishi mumkin bo'lgan uchurlarni oshkorlashga majburlanishi mumkinligini ta'kidlagan. Besh-ko'z ittifoqining qisqa dokumentida Xitoy josuslarining to'g'ri saxta xizmatchi qabul qilish e'lonlarini chiqarib, ondan iltimos qiluvchilarning tarjim holini tasqash orqali foydalanish qimmati bor nomzodlarni tanlab chiqarganligi qayd qilingan. Nishonlangan xodimlarning doirasi intayin keng bo'lib, bexatarlik ruxsati bor xodimlardan tortib, aql ambiri mutaxassislargacha tanlash obyektiga aylangan. Yani uzun müddet tekshirilganda bu xabarning tafsilotida nurg'un masalalar tilg'ilingan yana. Angliya bexatarlik vaziri Dan Jarvis barliq hukumat va armiya xodimlarini to'r hujumlarining alomatlarini tunib yetishga, shundaqla ongsiz holda davlat bexatarligi xatar elib kelishdan saqlanishga chaqirgan. Bu Angliya bexatarlik vaziri. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bo'lsa, bu vaqtdagi xabar o'tirib chiqqan ekan. Sualga cevap verip bununla alakadar Besh-ko'z ittifoqi numussizlarcha har doimgi xushluqi bilan derhal oldiga o'tib o'tlam. Besh-ko'z ittifoqining uzun yillardan buyon dunyoning har qaysi joylarida josuslik faoliyatlarini qanot yaydirayotganligi, ularning Xitoyni josuslik tahdidi bilan ayblashining kulkili ekanligi haqida jor solgan. Ya bu numussizlar bu kadar xijil bo'lishni bilmaydigan maxluqlar. Yani bu yerda xabarning tafsilotida hattoki maxsus yani rasmiy mushu Xitoyning mushundaq to'g'ri kirgizish uchun boshqalarni o'ziga josuslik qildirishga, setib olish uchun qilayotgan xizmatlarini, hattoki Amerikaning davlat xodimlarini, istixborot xodimlarini xizmat izlagan qiyofatda ashuna e'lon bergizib, Xitoyning qanday to'g'ri ularni kirgizganligini yuzlarcha bu dalillarni to'plaganligini tilga oldi. Hatto Xitoyning shu burun harbiy xizmatda o'tgan muhim yerlarda o'tib keyin pensiyaga chiqib ketganlarni asosli nishon qilib, bularni yuqori xizmat o'rni bilan maosh bilan ta'minlash orqali nurg'unlarni boshqalarni Xitoyga olib borib, u yerda leksiya so'zlashga o'rlashtirish, uni buni qilish orqali asta qanday qiltaq tushirganligini, ammo istixborotning bularni tafsiliy holatda hatto ko'zni yumib turib
Xitayning aşı bunun keyin ekanligini isbotlash uchun yillarcha davom qilgan bir tekshirish ekanligi o'tirib qo'yilgan hamda. Shunda tursa men nomussizlarcha bu Xitoy gunohni boshqalarga do'ngab qo'yalaydi deb chiqiblam. Sen de vaqti men de var degandek nomussizlar. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Sharq Turkistondagi qamoq sistemasining yangi ko'lami oshkorlandi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Xitoy bu jazo lageri bo'lsin, vatanimizdagi son sanoqsiz izdiraksiz yo'qotib etilgan xalqimiz, ziyolilarimiz, diniy olimlarimiz, yoshlarimiz eli ham inkor qilayotgan bo'lsin, biz qilmayotimiz degan bo'lsin, hozirgacha shu shiddatlik lager masalasi davomli kunda xabar qilinib turayotgan vaqtdagidan farqsiz holatda, ya'ni suvning ostidan buning davom qilayotganligini eng ochiq ko'rsatgan xabarning birisi intayin kuchli dalillar bilan o'ttirib qo'yilgan bu qatam 29 may Moliya vaqti gazeti maxsus dokument e'lon qildi bu vaqtda. Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi qamoq sistemasining navbatdagi ko'lamiga oid eng yangi tekshirish natijasini oshkorladi. Yani normal bir xabar torbetining e'lon qilgan emas, yani nurg'un tekshirishlar, sunyamlar, suratlar, guvohliklar, bek ko'p tekshirishdan keyin qilingan ekan. Bu tekshirish guruhi bu xabarning tafsilotida rayondagi 579 tutib turish aslahalarini, ya'ni buning ichida turma, qamoqxona, jazo lagerlari, ya'ni lager Xitoy tarbiyalash markazida bo'lgan yoki maktab o'bida bo'lgan va boshqa tutib turish o'rinlarini sun'iy hamroh tasvirlari, Xitoy rejimining ichki hujjatlari, yerlik taratqularning xabarlari, ya'ni Xitoyning o'zining taratqulardagi xabarlar va guvohchilarning bayonlari orqali atrofliq analiz qilib chiqqanda hamda buningki mush 579 tutib turish o'rnini analiz natijasiga asoslanganda navbatda Sharq Turkistondagi tutib turish sistemasi taxminan 627 ming odamni qamash iqtidoriga ega bo'lib, bu son rayondagi har 40 aholining birini qamashga yetarlik bo'shliq borligidan darak berdi ekan. O'ylab qo'ying. Halbuki bu aslahalar Qashqar, Xotan qatorliq rayonlarga markazlashgan bo'lib, qamash nishonining yanada Uyg'urlar ekanligini ochiq ko'rsatib berdi. Texmi jazmlashtiradigan nuqtalar bu deb o'tirib qo'yilgan. Dokumentda qayd qilinishicha, Uyg'urlarga qaratilgan sijil va keng ko'lamli qamash sistemasini davomlashtirishdan sirt Xitoylar bu yerda Beijing doiralari texmi zo'r ko'lamli madaniyat yo'qotish harakatini davomlashtirayotgan bo'lib, yani her türlü tilimiz, en küçük ösmürlerimizin tatip, til, milli medeniyetimiz, cami, mescid, Uygurlarga ait bo'lgan bütün yerlerini o'zgartib o'tadigan mahalli ko'ch-ko'ylarning isimleri, tarixiy isimler, nurg'un mazarlıklar, yani bizni biz qilib turayotgan hamma narsani yo'q qilyotdi-da, bu millatni har tarafdan yo'q qilish uchun. Ve Uyghur farzandlarini davlat boshqarishidagi yatoqliq maktablar orqali ailesidan ayirib etish va emgak kuchi yoshidagilarni planliq holda yo'tkab majburiy emgakka selishni o'z ichiga oldiki olganligini butun son-sifir ma'lumotlar bilan e'lon qilgan bu dokumentda. Bu tekshirish dokumenti Xitoy doiralarining mushu Sharq Turkistondagi keng ko'lamli bostirish qurilmasini va jamiyatni kontrol qilish sistemasini yanada yuqori saviyada saqlab qolayotganligini ko'rsatib berganligi o'tirib qo'yilgan. Ya'ni Xitoy da'vo qilayotgandek bu yer shunday tinish, ichib yolg'ondan sayohat o'maklarni tashkillab, to'xtamay tashviqot qilayotgan tashviqot. Bu yer shunday gullanib ketdi, shunday yashayapti. Amaliyotda buning asla reallikni aks ettirmaydiganligini, o'xshash saviyada saqlab kelayotganligini ko'rsatib beradigan shu butun materiallar buning ichidagi eng yangi va eng tafsiliy paketlik dokumentlarning biri hisoblanadiganligi o'tirib qo'yilgan dokumentlar. Demak, shu ko'rinishda ishlatilgan shu nimaninki, shu Moliya vaqti gazetininki o'zi ishlagan Financial Times'ninki o'zi ishlagan ko'rinishlar bayqamish ishlatilgan shu hatta shu qarab boqaylik, o'z vaqtidagi o'quvchilarning nima qilganligi hozir butunlay maktab bolalarining tilidan tatib hammasini cheklanganligi ashla ishlagan film bu. Rasmiy to'r betida e'lon qilingan. Xitoyning uzluksiz bu jinoyatlarni
davomlashtirayotganligi aniq shaklda, ochiq shaklda o'tirib qo'yilgan. Demak, bu jinoyat mana shunday kuchli shaklda davom qilyotdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz. Xo'sh, yana bu haftadagi bir qancha muhim xabarlarimiz, qisqa xabarlarimizni ko'rib o'taylik. Yaponiya mudofaa vaziri Koizumi Shinjiro g'oyat zo'r yadro qurol ambirga va strategik bombardimonchi aeroplanlarga ega Xitoyning bu qurollarning hech qaysisi bo'lmagan Yaponiyani yangi shakldagi militarizmlik bilan ayblayotganligini, Xitoyning tashqi siyosatdagi pozitsiyasi va harbiy faoliyatlarining ham Yaponiyada ham xalqaroda jiddiy andish paydo qilayotganligini ta'kidladi. Bilmizmi, bu Xitoylar hozir xilof qildi. Davomli Yaponiyani bu yangi bir militarizmlik nimasiga qaytyapti deb ayblayapti. Şu an bu qatim shu Singapurda o'tkazilgan bu Shangri-La nimasida yig'inida mudofaa vaziri ochiq o'tirib qo'ydi. Kulkulik emasmi bu deb xabarning tafsilotini nurg'un gappa qisqa shaklda xulosasi yani. Xitoy nomussizlarcha bizni deb ayblaydigan vaqt navbatdagi Xitoyga demakki-da. Yana biz xabar qarasak, Amerika urush ministri Pete Hegseth Xitoyning kunsiri eshiyotgan harbiy kuchiga qarata Osiyodagi ittifoqdoshlarini mudofaa xarajatini oshirishga chaqirdi. Yuqorida so'zlagan xabarimizdagi xaritlar sunyamra suratlari, harbiy bazalarniki. Bu xabar e'lon qilingandimi, Pete Hegsethmi o'xshash yig'inda Singapurdagi shu Shangri-La yig'inda so'zlagan so'z bu yani. Atrofdagi Amerikaning ittifoqdosh davlatlarining texnik qurol yaroqqa mudofaa xarajatini oshirishing kerak. Xitoy mana bu shunday kundan kunga bu tayyorligi harbiy jihatdan eshiyotir degan nuqtada shu so'zni qilgan. Shu xabarlarga shu surat berilgan shu vaqtida. Xo'sh, yana xabarimiz qarasak, Amerika savdo vakili ishxonasi majburiy emgak mahsulotlarining importini to'sishda yetarli qadam bosmadi degan asos bilan 60 davlatga 10% atrofida farqli qo'shimcha tamojni beji qo'yish taklifi sundi Trump hukumatiga. Ya'ni bu bizning qonunlarimizga majburiy emgak mahsulotlarini import qilishda yetarli qadam bosmadi bu davlatlarda. Albatta buningki birinchi nishoni Xitoy ekanligi aniq. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi, Angliya tashqi ishlar vaziri David Cooper bilan ko'rishganda Angliyaning Xitoy shirkatlariga barobar kamsitdan xoli savdo muhiti yaratib berishini hamda ikki taraf munosabatining taraqqiy qilishi uchun muvofiq muhit yaratishni kutadiganligini aytgan bo'lib, Cooper Angliyaning qimmat qarashlariga uyg'un ravishda munosabat o'rnatish kerakligini bildirgan. Xo'sh, yana xabarimiz bormi? Yoki Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchisi Jiang Shoubing bu hafta Adiyaman viloyatini ziyorat qilib, 2023-yildagi Qahramonmaraşni markaz qilgan yer tebrashda meyib bo'lib qolgan va ziyonga uchirgan 120 kishiga jami 300 ming lira qimmatida mol setib olish kartasi tarqatib bergan bo'lib, İstanbul'daki en küçük Uyghur teşkilatının aynı vaxtdagi yardımıdan az bo'lgan Xitoyning bu saxta yardımı masxaraga qoldi. Bu xabar bugun Türk axborotlarida ko'proq chiqdi. Bir qancha kun burun ziyorat qilgan Adiyamanni. Ya bu xabarni har qanday o'qigan insonning ko'ngli tushunamdi. Ya bu darajada puchakligi Xitoyninki yani. Sen bilgen dünyaya şıltın etip Amerika'nın aldığı uçup gitmen de ben dünyanın ikinci iktisadi gücü. Yani her bir kişiye 2500 liradan doğru geldi demdi. Yani öz vaxtında şu Kahramanmaraş'taki hemenler isimlerde bağmış. Yaşayatkan Uygur halkımız kancı milyon yardım kıldı. Küçük bir cemiyet toplayan pulla kancı şu vaxtda biz haberlerimiz tefsili bağladık milyon pulla yani. Aşağıya nurgun halkımız berip şu yerde tamaklarını küllerce tamaklarını itip şu kıynaşırımızga yardımda bulduk. Sen bir devlet namında numussuzlar sakınını söylep berip hatta Ankara'nın başlığı paytaxtdagi elçinin berip 2500 liradan pul taqdi şimdi degan ya Xitoyning qanchalik puchak numussiz maxluqlar ekanligini uchuq ko'rsatdi. Hatto numus qilmay deydi-ku, xabarning tafsiloti deydi. Bu yerga meni yozib olmagan ekan. Ya'ni imkoniyatlarimiz cheklik, ammo bizning do'stligimizning cheki yo'q deb. Cheklik bo'lsin ko'nglimizda bor. Bu qadar pastkash Xitoylar bu yani.
Amerikalik jurnalist Thomas Pauken Xitay üçün casusluk qilish jinoyatini e'tirof qilgan bo'lib, Amerika Adliya Ministrligi uni 10 yillik qamoq jazosiga duch kelganligini e'lon qildi. Davomli Amerikada mana shundaq Xitoy uchun ishlagan nurg'un jasuslarni ko'plab chiqyapti, ma'lum bo'lgandek. Endi biz bir qancha xabarimiz haqida doktor mutaxassisimiz doktor Erkin Akram kirgan bo'lsa, suhbat boshlab ketsak. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Doktor, himmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat etamiz oldi bilan. Men rahmat etaman sizlarga. Xo'sh, unda bo'lsa biz oldi bilan shu yanimizda chiqib turayotgan shu Xitoyning Sharq Turkistondagi g'oyat zo'r yadro aslaha to'g'ri qurayotganligi haqidagi xabarimizdan boshlaydi. Reuters agentligi maxsus tekshirib chiqqan bu sun'iy amra suratlar orqali vatanimizda g'oyat zo'r bir şu harbiy aslaha to'g'ri qurayotganligini ayrim şu Sharq Qumildagi nima ko'rinishgan bu hamda 2 dona 8 taraflik aslahani markaz qilgan shaklda g'oyat zo'r bir harbiy ul aslahani qurayotganligini e'lon qildi hamda. Albatta doktor, siz bilan biz ilgari nurg'un qatam bu Xitoyniki vatanimizniki har qaysi joylardan g'oyat zo'r shu qurayotganligi haqida e'lon qilingan dokumentlar haqida suhbat qilgandik hamda. Buni siz qanday qardingiz? Bu xabarning tafsiloti nurg'un masalalar tilg'anibdi. Oldindan shu sizningki fikringizni olgan bo'lsak, Xitoyning qurayotgan bu Qumildagi nimasiga. Xo'sh. Xitoy hozir sizning de bilgandek Sharq Turkistonning ma'lum yerlarda bundaq bazılarını kuruşqa tirishib kelyapti. En başta şu Miran'da qilgan bo'lsa, keyin şu Taklamakan çölününki bir yerlerinde Amerika'nınki uçak gemisini uğralaydigan bazı manevrani elip berish uchun aşna bazı qurganlarni bilyapmiz. Xo'sh. Xotandima aydrum quryapmiz deydi, ama aydrum shundaqla harbiy aydrum bilan münasebetlik. O da Hindistan bilan jang qilish. Bu o'xshashlar Tibetga yaqin bo'lgan yerlarda mana ahvollar bor. Bu da bu Qumildagi bu harbiy mashq bazılarımı shundaq narsa deb shundaq bir qurilish deb ko'raman. Ya'ni Xitoy kelgusindagi bir jangga tayyorlik qilayotganligini bu yerda degil bo'ldi. Hamda nemishki Sharq Turkistonda deganda Sharq Turkistonning nüfusu ko'p emas. Anda boş yerler biraz köp. Misalga Sichuan'da ya da Zhejiang'da, Jiangsu'da ondaki yerlerde kılmen dese hem nüfus öyle köp olgaçka onda boş yerler pek yok hem de. Çünkü bunda bazılar ya Moğolistan'da ya Çingay'da ya Türkistan'da ilip bir vardı. Yani bana diyen çağda ya Şarkı Türkistan'da bir meşk kılış tecrübe ilişkininki bir bazıga aylandırıp boğanlığını küstüdü. Hem de Şarkı Türkistan'da bu bazının asasını birdiğen nezle var. Nimo degende enerjiyemdi. Bu maşunda hem de bu Şarkı Türkistan'daki kündüzün uzun boğanlığı bir yerde asan bazı işlerine kıkıl buldu. Yani gün az bo'lib qolsa, kunning soati az bo'lib qolsa ta'sir oldu. Hem de Sharq Turkiston biraz Xitoy rayonlarida egizroq bo'lg'achqa, bu nimaga sun'iy hamralarga erishishmi oson bo'ldi. Havo ochiq bo'ldi, normalda osmonga biraz yaqin bo'lgan bir yer bo'lg'achqa. Shuning ba'zi alayidliklari bor. Shuning bu tanlandi deb ko'raman. Xo'sh. Xo'sh. Doktor, hamda albatta bu xabarning nimasida buningki shu boshqarilgan bomba qo'yib berish bazasi, havo mudofaa boshqarilgan bombalarni uzluksiz kengaytirib 80 dan ortiq qo'yib berish sifatida foydalanayotgan bo'lishi mumkin deb bu yerga Sharq Turkistonga va Gansu joylashgan boshqarilgan bomba berish qo'yib berish bazalari Xitoyning yadro kuchining yadrosi hisoblanadi. Butun Xitoyninki yadro kuchininki Sharq Turkiston bilan Gansudagi bu joylar debdim. Hamda biz shu yaqindagi Iran
Amerika İsrail'e urushini ko'rib o'tdi hamda İranninki tuproqlari naiti bu boshqurilgan bombalarni saqlagan o'rin tog'liq rayonga qo'ygandan keyin tog'ning ichiga yerlashtirib o'tgan o ko'rinishlarni ko'rdik hamda deylik ki mesela urush chiqdi mesela bu ko'rinishga qarasangiz naiti tuzlanlik tüp-tüz qarshi tarafdan mesela düşman Xitoyning dushmanininki buni yo'q qilib bu darajada aniq bilib mana hamma o'rinlarni ko'z tadqiqot qilibdi buni. Bunu yo'qotish uchun mesela bunda bir uchuq nishonni tüp-tüz degan nishonni xuddi Amerika o'tganda İranning nechiqat ya'ni ostidagi yadro nimalarini kumpay-kum qilayotgandek. Buni agar urush mezgili bo'lib qolgan vaqtda buni yo'qotishni necha minutlik ish emasmi sizga yani? Xitoyning bundaq uchuqchilikda, tuzlanlikda. O to'g'ri. Unda uchuq bo'lib qolsa, urush qilma bir ba'zi bo'lib qoldi. Urushda oson bo'lib qoldi. Hem aholi yo'q atrofida. Ammo bu mashq qildigan bir bo'lg'ashqa bundaq ko'zlayotdi. Kim biladi buningki atrofida shunda yushirin bayağı siz bergan misolga o'xshash, Iranning misolini bergan o'xshash. Uningki atrofida shunda saqlangan yerlarmi bo'lishi mumkin. O'z vaqtida misolga Sharq Turkistondagi Miran degan rayon va uning atrofida daraxtmi yo'qdi, hech kim yo'qdi va u yerga kirgizmatdi. Bizning Uyg'ur dehqonlarninki hayvonlari, qo'y kalalari u yoqqa kirib qolsa hech qolmaydigan shunday bo'lgan. Hamda atom bomba sinoqnimi shu rayonlarda bo'lgan. Bütün shu rayonga qarab turgan daraxtlarning yaproqlari shu daraxt to'kilib turganda shu tarafdan. Shunga bu Sharq Turkistonga ziyon beradigan yadro qurollarninki bu nimasi radyasyonlar ziyon beradi. Shunga bizning mamlakatda buni qilyotdi. Demakki bizning mamlakat nima Xitoyninki o'zininki bir rayonda ko'mganligini ko'rsatdi bu chetda. To'g'ri deysiz, ya'ni uralaydi, oson uralaydi. Hamda Xitoy biladi, ya'ni bu hamroda bunlarni ko'ralaydiganligini. Ammo hali bir xil jangga tayyorlik qilish uchun bir mashq qilishning sababidan u uchuq bo'lyapti. Ba'zan bo'lishning boshqa maqsadlari bor. Bizda shunday ilg'or qurollar bor. Qit'alar orasiga erishadigan shunday boshqarilgan bombalar va shu va bu va bunday ko'z tutib turib ba'zi davlatlarga setishninki setishning reklamini qilayotgan ahvolmi bo'ladi buni. Çünkü buna uyuşturuş biraz qiyin. U yerda mashq qilaman deydigan bo'lsam. Shunga bu ochiq qilyapti. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi yana shu 29-may moliya vaqti gezitida shu maxsus Sharq Turkistondagi bugungi shu qamoq sistemasining yangi ko'lami haqida tafsiliy dokument e'lon qilindi. Endi nurg'un 570 tekshirish korpus tarafidan 579 tutib turish aslahalarini, yani turma, qamoqxona, lager va boshqa nurg'un joylarni atrofliq sun'iy amro suratlari, Xitoy rejimining ichki hujjatlari, yerlik taratqularning xabarlari, guvohlarning bayonotlari degan hamma tafsiliy tekshirib, bugungi mavjud Xitoyninki hozir qanchalik odamni qamayotganligini deb bu yerda tutturuş sistemasining taxminan 627 ming odamni qamash iqtidoriga ega ekanligi, ya'ni buningki rayondagi har 40 aholining birini qamashga yetarlik bo'shliq borligini tafsili o'tirib qo'yibdi bu dokumentda. Sizning hamda Xitoy hozirgacha shu dunyoga nurg'un ishlatilgan Qur'on jamiyatdan dalp hammasini tilga olibdi bu yerda. Ham boshqa irqiy qirg'inchilik masalasida Xitoyninki bolalarni ailesini ayırıp atanmış mekteplerge apırıp üyede yoxtuyotqanlıqı, tilimizni yoxtuyotqanlıqı, her cihetin tilg'inib tamdı. Sizning hamda Xitoy bugun shuncha yo'la ham dokumentning oxirida ki yani bu aynan o'xshash davom qilyapti bu yo'qotish, bu millatning irqiy qirg'inchilik siyosininki bo'shug'ini yo'q deb. Bugun dunyoga o'zini aqlash uchun nurg'un o'maklarni tashkillab Turkistonning ajoyib gulinib ketganligini to'xtamay tashviqot qilyapti Xitoy. Bu xalqning go'zal yashayotganligini shunda hamma yerda
Əməliyyatda bu pərdənin arxasında bu bütün besim bastırış siyasətinin ən güclü şəkildə davam qılıyatqanlığı. Sizcə də dəl məşnə vaxtında bununki elan qılınışı, Xitayınınki bundan keyinki planlarının mı haqqında fikirləriniz ağamısınız? Hoş. Bu ancha-muncha xabarlarni anglayotgan kelgan gap so'zlarni, ya'ni Xitoyningki bu lagerninki davom qilayotganligini. Hamda ma doklad bular uzun bir mezgil tekshirib, buni o'tirg'a qo'yapti, o'tirg'a chiqiribdi. Demakki, uni teyit qilgan bo'ldi-da, Sharq Turkistonda lagerning borlig'i va davom qilayotganligini ko'rsatyapti. Bununla birlikte yani bir ahval var. Bu bolsa Xitaycha Juliuso tutup durduğun yeri deydigan. Yani bir cinayet gumandarını misalga 24 saat 72 saat tutup durduğun ya ki 15 gün tutup durduğun yerler var. Bunun ismi Juliuso deydi. Yani vaxtınca tutup durduğun. Fakat Juliuso ma teximi uzun müddet tutup durduğun bir yergime aynıptı deydi. Yani 1 yıl, 5 yıl aşına tutup tuğdayk. Bundan başka türmene zaten biz bilmez. Türmede mi nurgun adamlar var. O öz vaxtıda köp adamlarını şu 15, 20, 25 yıl aşına kesvetken ahvallar var. Bunlar hazır bir 6 keyne olup bir 10 yıl oldu. Yani bir 10 yıl var. Yani Şarkı Türkistan'dan ki sarkıllarının köpünü muşu hazırkı lagerga, Juliuso'ga ve türmede solavadıdı. Eğer de lagerda bayağı degендek 600 neçe ming bolgan bolsa, eğer de Juliuso bilan türmeni koysak, bu mu neçe milyonga berişim mümkün. Şununla bu Xitayninki Şarkı Türkistan'daki asimilasyon siyaseti devam kılıvadıdı. Bu milletine yokutuş ve kurtuşnınki yoluga kırvadıdı. Ve senin kimliğine ait olan alaylıklarını hemini yoktuşka tırışvadıdı. Ve neticede seni beden kıpkagan ama seninki dinin, itikadın, tılın, edebiyat, örf adetin hemmisi kalmaydıgan ve Uygurca tefekkür kılamaydıgan, Xitayca Woshi Junga Mingzu deydigan aşındak tefekkür kıldıgan adamga aylandırmakçı. Maksat bu toprağa iyi bulup tamamen bizning ata bobomuzdan qoldirib qo'ygan mirasini o'ziniki qilib olmoqchandi. Bu fakat bu xalqaro to'yilib ketgandan keyin bu lager meselesi. Xitoylar buni yushirin qilishga boshladi. Ba'zi yerlarni şehirden jiroq, bu yerleşken yerlerden jiroqroq qiladi. Bu yerga hammadan boramaydi. Şununla chet-ellikni ming akasimi chet-ellik ko'ramaydi bunday yerlarni. Chet-ellik ko'radigan yerlar turistik yerlar. Yani turistlarga tayyor qilib bergan yerlar. Bino bo'lsin, ko'cha bo'lsin, haykal bo'lsin. Uni ko'ralaydi. Bunda boshqa yerga berishma mümküniyeti yok hamda ularning. Çünkü chet-elliklar hozir texmi oson takib qilingan bo'ldi. Olubmi hozirgi bu sunniy akıl küçü bilen her qanday adamni her qanday vaqtda takip qılalaydigan halga keldi. Şununla onlarma misalga ba'zilari ajna niyeti bo'lsa undaq yerlarni izlabma tepishma ta'samda. Ama türme ve Juliuso'dagilar bo'lsa, buni qonun yolu bilan ve kanun uslubu bilan bularni jazoladik deydi. Ama kanundaki betlerini veya nima bilan jazolaganligini, nima jinoyat bilan jazolaganligini, mahkemada qanday o'tganligini jarayonni sen ko'ramaysan, u mu yeb? Sen chet elda ko'ralaysan uni nima qanday bo'lganligini, ahvol qanday taraqqiy qilganini, ahlovchi nim dedi, qarlovchi nim dedi deganni ko'ralaysan, ama u Xitoyda buni ko'ramaysan. Şununla Xitoy yani bu meseleni yani yushirin qilib ilib beriyotdi. Bu mu bir cho'ng xavf meselesi. Xo'sh. Xo'sh. Doktor hamda davomli mushuning o'xshash isbotliq, nihoyatda jiddiy mutaxassislar tomonidan tekshirilgan dokladlar, Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilayotganligi haqidagi dokladlar hamda pat-pat e'lon qilinib turibdi. Bu faqat mana bir
muxbirning yozgan bir xabarlam emas. Bu Xitoyning jinoyat daftarini kunsirik kuchaytiradigan yillardan buyon o'ttirib qo'yilayotgan masala. Masalan, shu 1948-yili Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki irqiy qirg'inchilik jinoyatining oldini olish va jazolash ahdnomasining 2 moddasida bekitilgan, shu yer tilga ilingan har qanday bir davlat yoki bir topluluk, bir cemiyet, bir milletga qarata shu 5 narsaninki biri yoki bir qanchisini sodir qilsa, u jinoyatni ishlagan bo'lib, xalqaro sotda sotlanishi, jazolanishi kerak bo'lganda nurg'un bu 5ning hammasini Xitoy u 5ning 50 qilib qilyapti hamdi. Tilga ilinganning hammani qilyapti hamdi. Fakat bu aslida masalanki shu nim tafsilotiga qarasak, shu qonunninki qilganlar ham jazolanmaydi ekanda hamdi. Sotlanib, aytgan mesela sotlanib qolsa, agar bilgan sotlangan bo'lsa, ya'ni Xitoy rejimi kommunist Xi Jinping va uning atrofidagilar ham emas, uningga har qanday jihatdan hamkorlashgan, hatto mediada xabar qilib, Xitoy kommunistlarininki shu qilayotgan ishlarini güzellashtirib xabar qilganlarmi jazolanganlarning ichiga kirdi ekan hamdi. Başka devletler mi yardım qilgan bo'lsa onunğa maddi ma'noda irqiy qirg'inchilik degan gap illa faqat Falastinga o'xshash bomba yog'dirishlar emas hamdi. Osh millatning tilini cheklash uchun bir millatni tilni yo'q qilib o'tish uchun maxsus majburiy bir maktabga tiqishmi shu qirg'inchilikning ichiga birisi kirdi ekanda uzun muddatda asti xarakterli yo'qotish hamdi. Mushunda dokladlar e'lon qilinyapti. Buning sizcha aytgan shu Xitoyni ig'ir darajada bir sotlaydigan, mushunga hamkorlashganlarning hammasini jazolaydigan bir kunlarda ishga yaraydigan narsalar bo'ladimi mushlarning hammasi? Muhakkak. Bunda narsalar ve hazır bazı devletlerinin ve istihbarat teşkilatlarının kolunda mahfi tutup ve medyada ilan kılınan bazı hüccetler ve bazı deliller var. Eğer de Xitoyni şimdi cezalandırdığı mümkün ki varsa bunlar hemmisi teşvik çıkıdı bence. Ama Xitoy mushundaq kun bo'lib qolmasin deb oldini olish uchun o'zini texmo kuchli holiga ekilib, xalqaro bilan texmo boshqa xil uslub bilan munosabatlarni yaqin qurib, shu hozirgi biz deyotgan u kunlarning oldini olish uchun tirishyapti. Ama bizde bir söz var. Senin bir hesabın bo'lsa, Allah'ның bir hesabı var deydigan. O gün kilidi şununla bundaq delillerini, ispatlarını hazırdan başlap bunu yığıp qo'yish lazım. Saqlab qo'yish lazım. Bu yalğızla chetelde emas. Misalga vatanning ichidimi, mushu o'zininki, mushu Xitoyninki mushu jazolarga uchirgan begunoh insonlarmi mushu nimalarni özününki muşu ceryanı, tarih ceryanı yazıp kaldırıp qo'yish lazım. Bunu saklap qo'ysa kunning birida buludu. Misal deyli, bu Şinşse öz vaqtidimi muşna bir jallat deyamdi. Ama Şinşse jallat necha 100 ming adam, necha milyon adam o'ldirdi deydi. Ama o mangdigan vaqtida, qachidigan vaqtida, ketidigan vaqtida bularni yo'qotib etgan hamdi. Yo'qotgandan keyin delil qolmaydi. Delil qolmagandan keyin uni jazolantirishmi qiyin bo'ldi. Şununla bunda hazırsız diyen bundaq deliller naydı muhim. Yani deyli ki bu millet yo'qolib ketgan taqdirdimi, bu milletning yo'qolib ketishinin ki sebebini mi muşu delil isbatlar bilan ko'rsatkil bo'ldi. Yani millet yo'q bo'lsa tarihi qoladi. Yani majetimi muhim. Yani yig'ib kelgan chaqda har chetdan bundaq hujjatlik narsalar, isbotlik delillik narsalar muhim. Yani hem Uygur özünün beşide ötkenlerini yazıp kaldırıp qo'yish lazım deb o'ylayman. Xo'sh. Xo'sh. Ko'p rahmat. Yana oxirida qisqa xabar batdi shuni kelsak. Pishki xabar bor deymi? Ma'nonga bir kelayli bugan muhim xabarimiz. Bu Xitoyning Anqaradagi bosh elchisi Jiang Shoubing bu hafta Adıyaman'ni ziyorat qilibdi. Bu yerda 2023-yildagi bu Kahramanmaraş'a merkez qilgan yer tebratishda meyib bo'lib qolgan va ziyon uchirgan 120 kishiga 300 ming lira qimmatida mal setib olishi, bu yerda magazinlardan mal setib olish kartasi yana har birisiga 2500 liradan to'g'ri keldi ekan. Buni xabarda e'lon qilibdi hamda bu xabarni o'qib aytib kulgim keldi hamda. Dünyada ikkinchi ko'chman iqtisod. Bu deb Turkiyada Xitoy parastlar ajoyib og'z-og'izga kelmagan qildi hamda.
Yani bir Ankara'daki baş elçinin berip 2500 liradan pul taqtışı. Öz vaqtida hemmizge ma'lum işte. Küçük İstanbul'daki bir küçük Uygur cemiyeti, mesela Mavi Yılan'daki ve başka cemiyetler toplanan milyonlarca pul toplandı. Halkımız şöyle berip kaynaşırımızga haftalab aşağıda tamak etip kaynaşırımızın yendi bulduk hem de. Yani bu kadar püçek yani Xitayning qanchalik püçek ekanligini isbotlab bergan bir narsa xabar bo'ldi bu ham o'zini o'zi maz qilib. Hattoki gapida debdiki keyinda xabarning tafsilotida ham imkoniyatlarimiz cheklik ammo do'stligimizning cheki yo'q deb. Ko'nglimiz az bo'lsin bir qabul qiling deb ashna atayetini shuna qilibdi hamdi. O'zini o'zi mazlashtirib. Bu masala chiqdi. Ham o'tganda etni oldik-keyin Küçükçekmece'ga Xitoyniki İstanbul konsulniki ve Şavdon'daki kelganligini bilasiz. Bu yerga kelib belediye başlığını ziyaret kılıp, bu yerdeki en Uygur köp oturaqlashgan rayonunu ziyaret qilishi hem u yerda tilga ilingan so'zlarniki yani chekdan oshgan bu nomussizlik hamda tashkilotlarning bayonot e'lon qildi bilasiz. Bu yerdeki az sonliq Xitoy fuqarolari deb ular ko'ngil bo'lgan qiyofatga kirib olib nomussizlarcha bu gaplarni qildi. Bütün Türkiye'nin hamma yerlarida timsiqlab konsulxonada o'ltamay bu chaparmalarni boshlab hamma yerda shu ta'til tashviqot qilyapti Xitoy hamda. Shu umumiy jihatdan shu Xitoylarniki qilayotgan ishlarni bir sizning analizingizni anglab boqsak. Shu Xitoyning puli qamg'an o'xshaydi. Ya'ni Xitoyning iqtisodi manda yaxshi deymiz, ammo ba'zi raqamlarga qaraydigan bo'lsak, Xitoyning puli qamg'andek turdi. Misolga Xitoyninki shu yangi İpek yolu stratejisi var. Yani bir yol bir bel bakma. Şununla saldıran pullar yıldan azıyıvatıdı. Afrika rayonlarına saldıran pullarımız yıldan yıla azıyıvatıdı. Xitayninki bazı misalga halkıga kartılgan bazı yardım pullarımı azıyıp git bardı. Hem de bu halkını bir kısım şu sosyal sigortaga zorlavatıdı. Pul tölenle pul koyunladı. Ve mujundaq bir iqtisad nacarlaşkan bir ahval görünüvatıdı Xitayda. Demek ki elçiliklerge bir belgen faaliyet kılış için belgen pullama azıyıp ketken oxşaydı. Hem de azayğandan keyin hem de şu azgı qarab bir iş kılış lazım hem de. Nurgun adamlarga pul taqitib hamisiga aran 2000 tegadigan bo'lsa ki 2000 lira degan bir cho'ng pul emas hozir Turkiyada. To'g'ri, ya'ni haq kuludi tabii. Bayasiz degan Uyg'urlarninki teşkilatları yani en çok teşkilat emas ham de cemiyet yani. Teşkilatlama neçe milyon beralaydigan bir nima kuchga egiti o'z vaqtida. Şununla Xitay öz vaqtida mana shu nima yer tavrilgan vaqtida Xitoyda adamlar kelgan. Ama Tayvan'ın adamlarıcılık bir çoğun işini kılamadı. Mesela Tayvan'la şu Hatay'da Reyhan deyilgan bir rayon var Hatay'da. Eşyalarda nurgun nimelerini kurup yaş ballarını terbiyeleydiğen, okutduğun, kembergallerge pul birdiğen vakıflarını kurup eşyalarga cık desmi silip aile nimelerge kiydiğen, yatadiğen, işiltidiğen narsalarni yardım kılıvatıdı hazırgacha. Xitoy şu vaqtida bir qitim qilib qo'ydi. Yıllar o'tib ketdi. Hozir yana shu 100 ming lira bilan qilib o'zining Turkiyadagi obrazını yaratmakçı deb o'ylayman. Bayasiz degan o küçük çekmeçininki nima belediye şehir başlığını ziyaret kılışma yani miyada bizma mevcut deganini ko'rsatmoqchi. Yani Türkiye'nin farklı yerlerde Xitoy bunu qilvatıdı. Yani Türkiye'de Xitoyninki inovati, Xitoyning obrazını yaratishga tirishvatıdı ve bu Xitoyninki umumiy xalqarada Amerika hozir eski, Xitoy hozir yaxshi deydigan obrazını qilish bilan birlikda yani umumiy bir siyasetinin Türkiye'deki küçük bir faaliyeti değil mi? Bundan başka şu Şark Türkistan
Türkiye'de xeyli nüfusu xeyli köp bo'lg'achqa bu Şark Türkistanlıklarını tamponlaştırış, ularning kuchini acizlashtirish uchun bo'lsa buni qilyotdi. Yolg'izlar bular emas. Misolga ba'zi universitetlarda ba'zi yig'inlarni o'rlashtiryotdi. Ba'zi chiqimlarni Xitoy beryotdi. Ondan keyin misolga deymiz Xitoy til o'rganishda yaxshi o'rganganlarga mundaq mukofot. Xitoyga berib ziyorat qilib kelish degandek. Ondan keyin nurg'un shu professorlarni, jurnalistlarni degandek jamiyatda ancha-muncha tanilgan odamlarni Xitoyga olib kirib aytyotdi. Ularni ancha-muncha Xitoy uchun Xitoyning foydasiga gap qilyotdi, ammo misol 10 odam borgan bo'lsa, 2-3 Xitoy uchun gap qilyotdi. Ya'ni 7-8 demayotdi. Xo'sh. Shuning Xitoy Turkiyadagi faoliyatlarda misolga Yevropaga qaragan chaqda biroz ojiz. Shunda bo'lsa Xitoy bo'yicha hozirgacha tirishib kelyotdi. Xo'sh. Xo'sh. Ko'p rahmat doktor. Qimmatli ziyoratingizni qabul qilib, qimmatli fikr berganligingiz uchun. Men rahmat aytaman. Alloh muvaffaqiyat bersin. Amin, rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, demak ahvol bu. Xitoy tajovuzchilari mana shundaq har tarafdan bir narsalarni qilishga tirishyapti. Bo'libmi oxirida qilgan masala jiddiy g'ulg'ul qo'zg'agan masalalarning biri. Ammo hech bir zaman her daim qadaqdab kelayotganimizdek charchash yo'q, ümidsizlanish yo'q, har daim kurash davom. Allah doktorimiz duoyini bizim davomli deb kelyapmiz yani. Ularning bir plani bo'lsa, Allohning bir plani bor. Allah ömür verse aldığımızdaki hafta görüşürüz. Aman bağışları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.